Assalomu alaykum Xalq uchun brend kanali kuzatuvchilari. Inshaalloh hozir ajib bir voqea bo'ldi. Birodarlarimiz, ukalarimiz ya'ni Saudiyada tabiiy suv bu tarkibini o'rganishib, bu yoqda foydasini sezib biz O'zbekistonga yangilik qilib olib kirishibdi. Har xil energetik, boshqa ziyon ximikatlardan tabiiy jenshin, zanjabil tarkibida tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan suv inshaalloh foydali, musulmonlarga, insonlarga foydali va energetik jihatdan ham foydali, tabiiy jihatdan, ximikati yo'q. Mana hozir olib kelishdi. Birinchi bo'lib Sharxonda barakazda ana qilishni o'zimiz sinab ko'ramiz. O'rtaga ochib ko'ringchi, qani bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Alhamdulillah. Haligi o'zingga ma'qul kelgan, yoqqan narsani birodaringga, do'stlaringga ilin degan hadis bor. Shuning uchun mana shunda ilin deydi, sababi ta'mi ham juda boshqacha. Haqiqatan ham zanjabil, jenshinda ta'mi bor ekan, energetik. Hali har xil zallarda, ximikatlarda anaqa qilmasdan mana shin yozin, ha aka. Mana ichida ko'rsatib ham qo'yaylik, zanjabil mana naturalniy turibdi ekan. Ta'mlarga gap yo'q ekan. Lekin mazza ekan ta'mi. Subhanalloh, zo'r ekan. Tavsiya qilamiz. Bormi? Qizdiryapti. Bor. Qizdiryapti ham, haqiqatan mana odamlar falon pulga zanjabilni olib qaynatib eplolmasdan tayyor. Nech pul chiqadi bu? 20 ming so'm sotilyapti hamma joyda. 20 ming so'm. Subhanalloh. 20 ming so'm. Do'stlar, musulmonlar o'zlari tayyorlagan mahsulotni ham bir olib maza qilaylik. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar.